2026 Chevrolet Lacetti zamonaviy dizayn, kundalik qulaylik va ishonchli texnologiyalarni birlashtirgan sedan sifatida taqdim etiladi. Ushbu model tashqi ko'rinishda silliq chiziqlar, yangilangan old panjara va aerodinamik shakllar bilan ajralib turadi. Old va orqa LED chiroqlar avtomobilga zamonaviy qiyofa beradi. Shu bilan birga tunda ko'rish xavfsizligini oshiradi. Kuzov o'lchamlari shahar haydovi uchun qulay bo'lib, parkovka va tor ko'chalarda harakatlanishni osonlashtiradi. Salon ichki makoni ergonomik tarzda yaratilgan, haydovchi va yo'lovchilar uchun yetarli joy mavjud. O'rindiqlar yumshoq materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq masofali safarlarda charchoqni kamaytirishga yordam beradi. Old panelda raqamli displey va qulay joylashtirilgan boshqaruv tugmalari mavjud. Bu esa haydash vaqtida e'tiborni yo'ldan chalg'itmaydi. Multimediaga smartfon ulanishi, Bluetooth va USBportlari qo'shilgan. Dvigatel qismi tejamkorlikka yo'naltirilgan bo'lib, yoqilg'i sarfini kamaytirish bilan birga barqaror quvvat taqdim etadi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari haydovchi tanloviga qarab taklif etiladi. Osma tizimi yo'l notekisliklarni yumshoq qabul qiladi. Bu esa qulay yurishni ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlari orasida havo yostiqchalari, ABS va barqarorlik nazorati mavjud. Ushbu avtomobil oila uchun ham, kundalik ish safarlari uchun ham mos keladi. Agar siz avtomobil yangiliklari va batafsil sharhlarni doimiy ko'rib borishni istasangiz, Auto Insight kanaliga obuna bo'lishni unutmang va yangi videolarni o'tkazib yubormang. 2026 Chevrolet Lacetti texnik imkoniyatlari bilan ham e'tiborni tortadi. Dvigatel samaradorligi shahar va trassa sharoitida barqaror ishlashni ta'minlaydi. Tezlanish, silliq va boshqaruv aniq his etiladi. Rul boshqaruvi yengil bo'lib, uzoq vaqt haydashda qo'llarni kamroq charchatadi. Tormoz tizimi tezkor javob beradi va favqulodda vaziyatlarda ishonchli to'xtashni kafolatlaydi. Salon ichida shovqin darajasi past, bu esa sokin va yoqimli muhit yaratadi. Konditsioner tizimi tez sovitadi va barcha yo'lovchilar uchun teng haroratni saqlaydi. Orqa o'rindiqlarda o'tirganlar uchun ham yetarli oyoq joyi mavjud bo'lib, uzun safarlarda qulaylikni oshiradi. Bagaj bo'limi kundalik yuklar va sayohat sumkalari uchun yetarlicha keng. Avtomobil ichki yoritilishi kechasi qulay ko'rinishni ta'minlaydi va zamonaviy kayfiyat beradi. Asboblar panelidagi ma'lumotlar aniq va oson o'qiladi. Yon oynalar elektr boshqaruvga ega, markaziy qulf esa xavfsizlikni kuchaytiradi. Yonilg'i tejamkorligi budjetni asrashga yordam beradi. Bu esa Lacetti modelini iqtisodiy jihatdan maqbul tanlovga aylantiradi. Harakat paytida avtomobil barqarorligini saqlab qoladi, burilishlarda ishonch bilan harakatlanadi. Ushbu model texnik xizmat ko'rsatish jihatidan ham qulay bo'lib, ehtiyot qismlarining mavjudligi bilan ajralib turadi. Kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan ushbu sedan o'z sinfida muvozanatli tanlov hisoblanadi. Avtomobil olamidagi eng so'nggi yangiliklarni bilish uchun Auto Insight kanaliga obuna bo'ling va foydali videolarimizni kuzatishda davom eting. 2026 Chevrolet Lacetti haydovchi uchun qulay boshqaruv va ishonchli texnologiyalarni taqdim etadi. Raqamli axborot tizimi yo'l, tezlik va yonilg'i holati haqida doimiy ma'lumot beradi. Multimediadan musiqa tinglash, qo'ng'iroqlarni qabul qilish va navigatsiyadan foydalanish osonlashtirilgan. O'rindiqlar balandligi va rul sozlamalari turli boyga ega haydovchilar uchun moslashtiriladi. Xavfsizlik kamarlarining qulay joylashuvi barcha yo'lovchilarni himoyalashga xizmat qiladi. Avtomobil tashqi bo'yoqlari sifatli bo'lib, uzoq vaqt davomida jozibasini saqlaydi. Shinalar yo'l bilan yaxshi yopishadi va turli ob-havo sharoitida barqarorlikni ta'minlaydi. Yomg'ir sensori va avtomatik faralar kabi funksiyalar haydovni yanada qulay qiladi. Ushbu model kundalik ish, oilaviy safar va shahar tashqarisidagi sayohatlar uchun moslashtirilgan. Yonilg'i bakining hajmi uzoq masofani kam to'xtash bilan bosib o'tishga imkon beradi. Avtomobil umumiy ekspluatatsiya xarajatlari past bo'lib, uzoq muddatli foydalanishda foyda keltiradi. Ichki materiallar sifati mustahkam va tozalash oson. Havoni filtrlash tizimi salon ichida toza muhit yaratadi. Haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylik birinchi o'ringa qo'yilgan. Chevrolet Lacetti ishonch, qulaylik va zamonaviylikni qadrlaydiganlar uchun mo'ljallangan. Agar siz shunday avtomobillar haqida ko'proq bilishni istasangiz, Auto Insight kanaliga obuna bo'ling, videolarni yoqtiring va do'stlaringiz bilan ulashing, chunki bu kanal sizga avtomobil olamidagi eng muhim ma'lumotlarni taqdim etishda davom etadi.